Assalomu alaykum. Kanalimizning muxlislari, mana bugun biz Beruniy tumani Qizilqal'a Ofiyda katta hovli joy sotiladi ekan. Manzilimizga kelsak, katta sentralniy yo'ldan 2-ko'cha Onodiyor ko'chasi. Ko'chalarimiz asfaltlangan hammasi. Uyimiz 6 xonali uy. Narxini kelsak, video davomida aytib o'tamiz. Yerlari juda katta, keng. Oldinda chertagi bor. Tosh, cherim hammasi qoladi shu yerda. Hamma zo'r. Kiraverish yerida katta chertak, hamma patologlanib ishlanib tur. Bu yerda esa sklad hisobida foydalansa bo'ladi. Sklad. Kiraverishda bu yerda bir qo'shqi katta. O'ng tomonimizda kuxnya, to'g'rida banya hammasi bor. Kiraverimizda katta qo'l, choy ichadigan. Chap tomonimizda yana bir xona. Hamma remontlari hammasi ishlanib tur. Patolog hammasi to'g'ri kelib yashayveradigan joylar. To'g'rida yana katta koridor, patolog hammasi bor. Internet, konditsioner hammasi bor. Yana bir xonamiz bor bu yerda. Hammasi patolog, hammasi remontlanib ishlanib tur. To'g'rida yana bitta zalimiz bor. Bu ham hammasi patologlanib ishlanib to'shalib tur. Bu yerda yana bir xonamiz bor. Hammasi patologlanib ishlangan. Pesh hammasi bor ekan bu yerda. Kotel hammasi bor. Internet ishlab tur. Yer maydonimiz juda katta. Meva, ag'ash, uzum, meva hammasi bor. Chiya. Bu yerda yana bir zolimizga poldament qoldirilgan. Hamma meva ag'ashlarimiz olma. Narxini kelsak, narxini $30,000 deb turishdi. Ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol xabarlashib ko'rsangiz bo'ladi.